Hammaga salom, mening ismim Bobur. Bu Xitoyliklar O'rta Osiyoni bosib ketyapti, O'zbekistonni bosib ketdi. Yaqinda biz Uyg'urlarni holiga tushmasak bo'ldi degan gaplar juda internetda tarqalgandan tarqalyapti. Birinchidan biz Xitoyda haligisi emasmiz. Yuridik biz ustimizdan hukmronlik qiladigan bir hududda yashamayapmiz. Tushunyapsizlarmi? Ikkinchidan bizning savodsizligimiz, bizning haligi chala savod, iqtisodni bilmaganimiz, o'qishni xohlamaganimiz bu bizni o'zimizni aybimiz. Tushunyapsizlarmi? Xitoyda demakki puli ko'p, Xitoyda demakki gрамотность, Xitoyda demakki texnologiyasi yaxshi. Shunday ekan Xitoy o'zini haligisini olib kelyapti. Bizda ham amaldorlar biroz ochko'zlik qilyapti va конечно o'zinikini milliyligini rivojlantirish yeriga Xitoyga sotib yuboryapti. Shunday ekan bu narsa o'zi aslida yomon emas. Men prosta sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Nima uchun Xitoy O'rta Osiyo xalqlarini ichiga bunday kirib kelyapti? Buning eng asosiy sabablaridan biri Xitoyning bir programmasi bor. Один поезд, один путь. O'zbekchasiga tarjima qilganda bir belboq, bir yo'l degani. Belboq nima uchun bunday deyapti? Bu O'rta Osiyo orqali eski Buyuk Ipak yo'lini tiklayman degan bir haligi proyekt bilan chiqdi. Bu proyekt hammaga yoqib tushdi, chunki bizning tovarlar ham o yo'l orqali prima Yevropaga qarab ketish imkoni bor. Xo'sh. Xitoyning bunday O'zbekiston taraflariga kirib kelishi, вообще qoloq davlatlarga, uchinchi davlatlar deydi-ku, ya'ni qoloq davlatlar deylik, qashshoq davlatlarda bunday kreditga botirishining asosiy sabablaridan biri va bu один поездning eng asosiy masalasi bu Yevropaga qarab ketish savdo yo'li. Ba'zilaring o'ylashlaring mumkin, nima Xitoyda boshqa yo'li yo'qmi debda. Xitoy aslida har doim запасной variant imet qilish istaydi. Oddiy misol, Xitoyning hozirgi kunda eng katta savdo yo'li Malayskiy proliv bo'lib, o'sha Hind okeani bo'ylab Suetskiy kanali bilan Yevropaga chiqyapti. Lekin Xitoy bilan Hindiston orasi juda ham yomon, juda ham haligi problemasi ko'p. Agar Hindiston bilan bir janjallashadigan bo'lsa, Hind floti Malayskiy prolivni yopib qo'yishi mumkin Xitoy tovarlari uchun, kemalari uchun. Shuning uchun Xitoy opaseniya qilib Pokistonga temir yo'l quryapti. Nima uchun? Pokistonning Karachi portidan harakat qilma shansimiz bo'lsin deyapti. Tushunyapsizlarmi? Birinchidan. Ikkinchidan, Xitoy shimoliy morskoy yo'lga ham qiziqyapti. Va Xitoy Transsibirskiy magistral bilan ham ishlashni istayapti. Lekin Rossiya sanksiyada bo'lgani uchun hamda Rossiya bilan ham kelajakda balkim отношенияsi buzilishi bo'lgani uchun bu shimoliy haliginga unchalik ham katta aniq qila olmayapti, chunki bu Rossiyani haligisiga zavist qilib qoladi. Shuning uchun Xitoy qashshoq o'zidan haligi kreditga botirgan davlatlarga bu yo'lni quryaptiki, agar Hindiston bilan ham Rossiya bilan ham aloqamiz buzilsa, hech bo'lmaganda mana один поезд, один путь, ya'ni Buyuk Ipak yo'lini biz qo'ldan olaylik deyapti. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu narsa davno aytilgan. Bundan bir 2005-yillarda adashmasam, u vaqtlar hali Si Szinpin emas, Hu Jintao boshqarardi Xitoyda. O'sha davrlarda bu proyektlar davno qilingan. Faqat amalga oshishi vaqt talab qilardi. Bilsalaring O'zbekistonda qurildi bu yo'l. Hech qanday gay-pay anaqa chiqmaydi. U magistralda u. Prima tir yuk ketaveradi. Ya'ni konteynerlarni yuklab. Shunday ekan, bu narsaga men normal qarayman. Aslida Xitoyda bu narsasi normal, chunki baribir istaymizmi yo'qmi, haligi bizning ishsiz odamlarni aniq qilishi yaxshi. Nima deydi, ish berishi yaxshi. Lekin Xitoyning bir yomon madaniyati bor, menga yoqmaydigan narsasi. Itni ham, mushukni ham, ko'rshapalakni ham, sichqonni ham, mana uni haligi asbobni chiqarib qo'ysang ham yeydigan odati bor-da. Shuning uchun, конечно, ularning madaniyati iloji boricha kirib kelmagani yaxshi. Ya'ni Xitoyliklar soni chegaralangani yaxshi. Bizda davlatda shunday bir qonun chiqish kerak. Nechta Xitoylar olib kelmoqchisan? 10 ta Xitoylar olib kelmoqchimisan? Bo'pti, 100 ta o'zbekni ishlat. Ya'ni O'zbekiston fuqarosini ishlat degan bir qonun qo'yish kerak. O'shanda sal bunday limit bilan bo'ladi. Bo'lmasa, agar istaganingni qilaver desangiz, biznikilar 10 ta ishlatsa, o'zi 100 ta Xitoylar olib kelsa, unda aytganimdek, na it qoladi ko'chada, na mushuk qoladi, na eshak qoladi. Короче, hech narsa ham qolmaydi. Kalamish ham qolmaydi qisqasi. Mana shunaqa. Shuning uchun bir tarafdan opaseniya to'g'ri, keyin ikkinchi tarafdan ba'zi qizlar erga tegyapti Xitoyliklarga. Men bunga ham qarshiman, chunki men вообще межнациональный bubraklarga qarshi bo'lganman. Har doim qarshi bo'lib kelganman. Endi bu haqida отдельный video qilib o'tiramiz, mayli.